78，他83。bular yoshini aytishyapti chamamda. Endi Xitoy tilini tushunmayman, lekin yoshini aytishyapti. 退休了。你是哪里的？你是哪个国家的？ Agar meni yoshimni so'rayotgan bo'lsangiz, men 54 ga kirdim. Men tushunyapti bular. 你给翻车的。听不出来。我们退休了，享受国家好，我们锻炼身体。 Jismoniy mashq qilib yursang, har doim sog'lom va baquvvat yurasan deyapti. Men imon ishoralardan tushunyapman. 一句也听不懂。能不能停啊？能不能停啊？这个车，没呀。这个车。祝你身体棒棒的，也是坚持锻炼啊，把日子过得好好的。 谢谢。 Dunyoda eng uzoq umr ko'ruvchi xalqlardan biri bu xitoyliklardir. Ular 7 yoshdan 70 yoshgacha jismoniy mehnat, ya'ni gimnastika qilishni kundalik odat shakliga kiritishgan. Aslida jismoniy harakat qilaman degan insonga jamoa ham kerak emas. Ushbu onaxon yoshlari nechida deb o'ylaysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.
Endi azizlar, o'zingiz ayting. Bu holat haqiqatdan ham Xitoyda. Bizdachi, O'zbekistonda dadalarimiz, ayalarimiz, bobo va buvilarimiz nima bilan shug'ullanishadi shu yoshda? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. 78，他83。 Bular yoshini aytishyapti chamamda. Endi Xitoy tilini tushunmayman, lekin yoshini aytishyapti. 听不懂。退休了，可专门这天的放了。你是哪里的？你是哪个国家的？ Agar meni yoshimni so'rayotgan bo'lsangiz, men 54 ga kirdim. Men tushunyapti bular. 你给快车的。听不出来。我们退休了，享受。国家好，我们锻炼身体。 Jismoniy mashq qilib yursang, har doim sog'lom va baquvvat yurasan deyapti. Men imon ishoralardan tushunyapman. 一句也听不懂。你们听啊，你们听啊，太好，这个车吧，没呀，这个车。祝你身体棒棒，也是坚持锻炼啊，把日子过得好好的。谢谢，谢谢，谢谢。 谢谢。谢谢。 Sesiya degani rahmat degani ekan. Mana bular sanam sog'lom va baquvvat yurishni xohlasang, jismoniy mashqlarni har kuni qilib yurgin dedi. Albatta bularni takliflarini inobatga olamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting. Xitoy haqidagi hali yana ham yangi videolarimizni albatta joylashtiramiz va bugun kechqurun inshaalloh anons tariqasida aytib qo'yaman. Xitoyni maxsus taomlanadigan ko'chalaridan biriga sayohatimizni uyushtiramiz va u yerdagi holatni birgalikda tomosha qilamiz.